Ana endi Eyfel sotib yurar ekanmiz. Nodir Xo'jaga soxta Eyfelni sotmoqchi bo'lgan bir paytlarida men sizlarga Parijdagi original Eyfel minorasini naqd 2 marta sotgan firibgar haqida gapirib bermoqchiman. Voy eshak! Ungacha siz obuna bo'ling va like bosing. Men hazillashmadim. Bu tarixdagi eng aqlli firibgarliklardan biri. 1925-yil Parij. Gazetalarda bitta gap yurardi. Eyfel minorasi eskirib qoldi. Ta'miri juda qimmat, balki uni buzib temirga topshirishar. Aynan shu mish-mishdan bitta odam foydalanadi. Uning ismi Viktor Lustig. U o'zini hukumat vakili deb tanishtiradi. Metal savdogarlarini hashamatli mehmonxonaga chaqiradi va juda ishonch bilan shunday deydi. Davlat bu qarorni yashirin qabul qilgan. Kim ko'proq pul bersa, Eyfel oshxoniki. Savdogarlardan biri ishondi, pulni berdi. Lustig esa pulni olib Parijdan g'oyib bo'ldi. Eng qizig'i nima deysizmi? Aldangan odam politsiyaga bormadi. Uyaldi, sharmandalikdan qo'rqdi. Oradan ko'p o'tmay Lustig yana qaytadi. Yana o'sha reja, yana o'sha gaplar, yana Eyfel minorasi. Lekin bu safar xaridorlardan biri shubhalanadi va politsiyaga xabar beradi. Lustig buni sezadi va ikkinchi marta pulni ola olmasdan Fransiyani tark etadi. Lekin bu tarixga 2 marotaba sotilgan bino deb muhrlangan. Ba'zilar buni firibgarlik desa, ba'zilar daholik deydi. Ammo bitta narsa aniq. Viktor Lustig tarixda iz qoldirdi. Siz ham bu videoni tarixda izini qoldirmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying va mana bu repost tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jigar!